Bilasizmi, hatto bugungi zamonaviy texnologiyalar bilan ham piramidani qurish deyarli imkonsiz. Muhandislar zamonaviy uskunalarga ega bo'lishiga qaramay, piramida qurishda ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishligi aniq. Piramidada ishlatilgan toshlar o'nlab, ba'zida yuzlab kilometr uzoqlikdan tashib keltirilgan. Ularni yuqoriga ko'tarish texnologiyasi esa hali ham jumboq bo'lib qolmoqda. Eng hayratlanarlisi, buyuk piramida shimol, janub, sharq va g'arb yo'nalishlariga mukammal tarzda moslab qurilgan. Bunday aniqlik darajasiga hatto bugungi lazer uskunalari zo'rg'a erishadi. Va eng qiziq fakt, buyuk piramidaning koordinatalarining soni yorug'lik tezligi bilan bir xil. Bu tasodifmi yoki hali biz bilmaydigan chuqur ilmiy sir bormi? Hatto devorda chizilgan hierogliflar ham haqiqiy jumboq. Chunki ularning ko'rinishi biz hozirgi kunda ishlatib kelayotgan transport vositalariga o'xshaydi. Balki qadimgi sivilizatsiya biz o'ylagandan ancha rivojlangan bo'lgandi. Yoki bunda boshqa ongli mavjudotlarning qo'li bordir. Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Hammamiz birgalikda muhokama qilaylik. Ana shunday qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna